Yo, what's up bolalar? Sizlar bilan Hayter. What? Bu yerda nima bo'lyapti? Yo, what the fuck? Ajoyib. Xullas bolalar, bugungi videoda top 3 ta Bedrock uchun ajoyib bo'lgan modlarni ko'rib chiqamiz. Videoni ko'rishdan oldin joyingizga qulayroq o'rnashib oling. Qani unda videoni boshladik. Okay, mana Bedrockga ham o'tib oldik. Xullas bolalar, bu bizga qarochi birinchi modimiz, to'g'rirog'i kartamiz. Men umuman umrim davomida PUBG o'ynamaganman. Qarochi bu karta PUBGdagi qaysidir joy ekan. Xullas PUBG deb yozilgan qarochi kartaning nomiga mana PUBG o'yinkorlar tushunadi. Bemalol mana qurol modlar bilan o'ynashlari mumkin. Men qurol modlarni ham tashlab qo'yaman mana. Okay. Qarochi mana bu yerga golemlarni qo'yib olamiz hozir. Bitta sinov uchun o'ynab ko'ramiz. Golemlarni otib ko'raman. Mana. Okay. Yaxshi. Okay, men hozir qarochi bitta sinab ko'raychi. Men bu qurol modlarini nimagadir ko'rmayman bo'lib qopti. Mana u tugma yo'q qiladigan modgami, replay modgami yo kartani o'zigami bilmadim. Mana qarochi mazza qildim bolalar bilan qurol modlar qo'shib o'ynasizlar ham bo'ladi. Okay bolalar, menimcha tushunarli bo'ldi. Yo, what the fuck? Albatta shu qurol modni men Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. Videodagi barcha modlar Telegram kanalida bo'ladi. Mayli bolalar, keyingi modga o'taveramiz. Xullas bolalar, bizga keyingi modimiz bu kinoni ko'pchilik ko'rgan bo'lsa kerak. Qarochi bu Terrifier kinosi va bu mod bizga nima qo'shib beradi? Qarochi bu mod bizga o'sha Terrifier kinosidagi filmidagi Art Clown'ni qo'shib beradi. Bu clown bu yerda bizga 3 xil clown berilgan va buni dahshat, buni animatsiyalari bilan ko'rsatilgan. Mana sizlarga qo'yib ko'rsataman. Wow! Nima bu qo'shiqlar bilan qon vobshi yorvorilgan bu animatsiyani. Bu qarochi boshida qalpog'i bor yangi yilligi. Mana survivalga o'tdim. Endi sinab ko'ramiz. Nima qiladi bu? Uradimi, o'ldiradimi? Okay. Alloh uzr so'rayman. Yo, what the fuck? Telefon biroz qotyapti. Uju bu qanday qilib bir past oldimga kelib qoldi? Yo, what the fuck? Okay, mayli bolalar, o'lib qoldim. Okay, hozir yana qo'yib ko'rsataman sizlarga. Qarochi men hozir bittasini ko'rsatdim va mana bu yerda eng dahshat turibdi. Yo, bu uju qopini olib, menga qo'lini animatsiya bilan, menga bilan xayrlashyapti. Yo. Assalomu alaykum. Mana shu mod haqida ham video olgandim. Mana bu clown haqida ham. Okay, xullas mana uju bu oddiy turbuchaq bo'lmagan, turishini ham normal o'xshatilgan. Okay, mana ko'rib turganlaringdek kit hozir nimagadir tegmadi menga bu. Yo, mana qoplarini ko'tarishi va yo'q qoldi bu mod. Chotki ekan. Xullas, bolalar keyingisi qarochi mana bu qiz bolasi. Bu mana ko'rib turganlaringdek chiroyli qilib ishlangan. Yo, yo'qdi menga. No, mayli mana guys, keyingi modga o'taveramiz. Yo, menimcha sizlarga ham yoqdi degan umiddaman. Qachondan bir modni qarochi bitta obunachimizmi so'raydi-da. Xullas, menimcha o'sha mod bo'lsa kerak, bu Titanlar modi. Bu vobshi men buni 2 tami 3 ta chiqadi deb o'ylabman. Men chanqaram ochilmay qolyaptimi? Bu oddiy shu modlarga 2 tami 3 ta chiqadi debman, lekin bu vobshi katta bu. Bolalar, xullas mana tutatiblash. What the fuck? Yo, nima bo'ldi? Yo, what the fuck? Serious, birinchi marta o'ynayapman. O'sha mana u. Yo. Nima qilardi bu? What the fuck? Yerni o'yib yoribdi-ku. What the? Mayli bolalar, hozir endi yana ham uzoqroqqa ketib boshqalarni qo'yib ko'rsataman sizlarga. Okay. Mana qarochi qo'yilmadimi nimagadir? Mayli boshqasini qo'yib ko'ramiz. Bu ham bo'lmadi.
Okey, bunisini qo'yib ko'raman. Yo, what the fuck? Yo. Yo, what the fuck? Nima bu? Dunyoni pulga egallavordi-yu. Yo, qotyapti bu, hammasi bittadek o'xshab ketdi. Yo, mana ko'rvam bo'lmayapti o'zi. Yo, mana golem, ana zombi drone. Yo, 3 ta qo'yib yuborganman uni. What the fuck? Nima bo'lyapti bu? Yo, o'zi bular chatishib ketdi, mana bu skeletlar ham. Yo. Hozir telefon portlab ketadi-ku, bu mod вообще edi. Okey, bolalar, mana shu yergacha kelib oldim, baribir qotyapti. Yo, mana shu qanaqadir mana bundaqa nima bular? Yo, what the fuck? Bugmi bular? Tosh. Mana xullas alohida skelet. Yo, bu ham вообще men umuman bunaqa deb o'ylamagandim. Bular вообще katta ekan. Okey, mana urvan bo'lmayapti o'zi. Qanaqadir bu undan tashqari o'zini anu charger chaqmoq bo'lib turar ekan. Mayli bolalar, videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Video yoqqan bo'lsa videoga like bosib, kanalga obuna bo'ling. Hammaga xayr.